Sharg'un shaxta tog'larida turibmiz. Mana tog'larni ko'ryapsizlarmi? Sharg'unni mana tog'lari bo'ladi. Buni qarang. Chiroyliligi, go'zalligi, ya'ni betakror, takrorlanmaydi. Hech qanaqa bunaqa tog'lar boshqa joyda uchramaydi. Sababiki bu tog'larga qancha chiqib boraversangiz shuncha tugamaydi. Bu yog'i Tojikiston, Pomurga, Afg'oniston, Hindistongacha ulanib ketdi. Endi Sharg'un shaxta mana shu tog'larda, mana shu tog'larni mana ko'mir olinadi, tilla olinadi, mis olinadi. Mana shunaqa narsa. Mana ko'rib turibsizki, mana shularda sharsharalar bo'lardi. Shunaqa suvlar tushardi, shunaqa suvlar tushardi. Shunaqa suvlar tushardi. Mana suvlarni qarang kamayib qolgan. Sababi nima? Sababiki mana shu suvlarni mana shu yo'nalishi bo'yicha, ya'ni shaxtalar, tunnellar urilganki, suvlarni yo'nalishini o'zgartirib pastga tashlab ketgan. Mana qarang. Mana. Mana buni qarang, qanchalik kamayib qolgan. Ko'rdingizmi? Bu yerdan shunaqangi bir juda katta oqimda suvlar kelardi-da, mana qarang. Juda kamayib qolgan. Endi mana shu tog'larni hamma tomonidan mana shu shaxtalar, tunnellar o'tgan. Mana shu daryo ham biz kichkinalik vaqtlarimizda kelardik yo'lga. O'sha esir davrlarida juda mana shu to'lib oqardi. Mana hozir qarang, buni qarang, kichkina bo'lib qoladi. Sababiki o'sha tunnellar urilgandan keyin suv oqimi ham pastga tashab ketar ekan. Buni qarang mana. Mana hozir ko'mirlarni oldi, mana shu nimalarda toshlardi, hozir mana bunaqa fotonlarda toshiladi, mana shunaqa fotonlarda toshiladi mana. Shunaqa